Assalomu alaykum azizlarim. Navbatdagi solo podcast. Siz va men va o'tirib dildan suhbat qilish. Bugungi podcast boshqalariga qaraganda sal o'zgacharoq bo'ladi. Buni sababini tushuntiraman. Yaqinda meni tug'ilgan kunim va tug'ilgan kunim arafasida men qaysidir ma'noda sizlarga ham kichkina sovg'a qilishni o'zimga niyat qildim. Va bu sovg'acham nimadan iborat? Qani edi bu narsalarni mana shu 5 ta qiyin emas, biz siz bilan g'ildirakni qaytadan ixtiro qilmaymiz. Bu narsalarni balki hammasini bilarsiz, balki ko'pchiligini bilarsiz. 5 ta qilishni boshlagan odatlarim va ular hayotimni darajasini, quality'sini, sifatini ancha yaxshilagan. Va qani edi bu odatlarni oldinroq tatbiq qilganimda va qani edi bu narsalarni oldinroq tushunganimda, chunki tushunib yetib bu narsalarni apply qilishni boshlaganimdan keyin hayotim judayam pozitiv tomonga o'zgargan. Va birinchi boshlamoqchi bo'lgan narsa mana bu qo'limdagi daftarlardan. Bu qanaqa daftar? Bu meni dnevnik samoprogrammirованием. Video chiroyli bo'lishi uchun bir xil daftarlarni tanlab oldim. Aslida bu daftarlar menda judayam ko'p. Lekin men именно mana shu daftarni topganimdan keyin bu dnevnik samoprogrammirованиeni tuzish ancha oson bo'lgan. Qaysi ma'noda? Chunki bu yerda mana bunaqa sectionlar bor. Masalan, bu narsani xatolar qilib, metodim prоб и ошибок deydi, xatolar va probalardan keyin bu narsani eng optimal darajaga olib keldim desam adashmagan bo'laman. 4 ta atidan bo'lingan mana bunaqa sectionlar bor-da. Va 4 ta sectionni men 4 ta narsaga, 4 ta maqsadda ishlatganman. Yana bitta narsa hozir tushuntirishni boshlayman. Agarda bu mavzu sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, menimcha bu narsaga alohida podkast qilish kerak. Kommentariya qismida dnevnik samoprogrammirования, journal writing degan so'zlarni izohlarda yozib qoldiring. Barno bu haqida alohida video qilingdik. Shunda men bu mavzuni aktual ekanligini bilib olaman va bunga alohida to'xtalsak bo'ladi. Chunki aytganimdek, ko'p narsalarni ilgari xato qilganman, tushunmaganman, o'zimcha tushunganimcha, bilganimcha qilib ketaverganman. Shukron hali yozish kerak ekanda va ikkita narsaga bugun shukur qilamiz, shu narsani yozamiz deganman. Yoki har yili maqsadlar qilish kerak ekan deb turib qanaqadir maqsadlarni ushalishi 1 yillik ichida fizически vaqt jihatidan ham judayam qiyin bo'lgan maqsadlarni ham yozganman. Natijada emotsional выгорание bo'lganman. O'zim kechira olmay, urushmasdan, urushib, ya'ni o'zimdan nafratlanib qaysidir ma'noda ko'p xatolar qilib, yiqilib, qoqilib, hozirgi kundagi tutish usulimga yetib kelganman. Mana masalan, bu yil qilayotgan narsam 4 qismga bo'lish va birinchi qismda 2026-yilga xohlayotgan 10 ta maqsadim, niyatim, orzuyim. Buni aralash yozaman. Wish, dream bo'lishi mumkin, intention bo'lishi mumkin va har kuni shu narsani yozar ekanman 10 tadan. Masalan, YouTube sahifamda 100 mingta obunachiga xudo xolisa ega bo'lish deganman. Bu narsani har kuni yangitdan yozaman va har safar yozganimda, yangisini yozayotganimda undan oldingilariga qarab olmayman. O'shanda men rostdan ham mana shu maqsad, shu niyat, mana shu orzu aktualmi? Rostdan ham bu narsa menikimi? Rostdan ham bu narsa meni yondiradimi? Energiyani ajratadimi? Shu narsalar tomon yurish uchun tekshirib olishi eng zo'r usullardan biri hisoblanadi. Undan tashqari, keyingi sahifani mana bunaqa o'zimga yozib qo'yganman, monthly goals, har oyga maqsadlarim. Bu narsa haqida ham to'xtalaman. Bu 5 ta hayotimda ishlatishni boshlagan odatlarimni ichiga planlarni, maqsadlarni sal boshqacharoq, men trevojniy insonman, anxious personman va anxious personlarda judayam katta kelajakga, uzun kelajakga maqsadlarni qo'yish aslida yaxshi emas, bu zararli hisoblanadi va men shu narsani o'zimni psixikamni, men qanaqa toifadagi personalityga egaman, meni potensiallarim qanaqa, fikrlash tizimim qanaqa, o'zimni yaxshiroq tushunganimdan keyin maqsad qo'yishim ham o'zimni personalityimdan kelib chiqqan holda menga xizmat qiladigan yo'lda bo'lgan. Kunlik affirmatsiyalarim bor. Ha, bilaman, videoni bu joyida o'chirib, yo'q, bizga faqatgina katta logikaga tayangan maslahatlar bilan bo'lishing deb aytishingiz mumkin, lekin boya aytganimdek, prosta bu videoni oxirigacha ko'ring. Men umid qilamanki, sizni fikrlashingizni
ozgina bo'lsa ham o'zgartiraman. Bilasizmi, men jabrdiyda rolida yashagan insonman. Yillar davomida atrof muhitda insonlarni, oyligimni, hamma narsani ayblab yashab ko'rganman, lekin hayotim o'zgarmagan. Juda ham pessimist inson bo'lib ham yashab ko'rganman. Insonlarni ayblab, pessimist bo'lib, yomonliklarni kutib, doim nolib, har doim men videolar chiqarganimda noluvchi insonlarni yomon ko'raman. Jabrdiyda bo'lish sizga foydali bo'lgani uchun chiqmayapsiz. Agar mamtizdan emas, mamtizdan to'ygan bo'lganingizda jabrdiydalikdan voz kechgan bo'lardingiz degan gaplarni aytganimda, yoki men bu solo podkastlarda sizlarga aytib beraman. Kimgadir aql o'rgatayotgan yosh qizdek ko'rinishi mumkin. Kimgadir aql o'rgatayotgan bitta inson o'qituvchidek tuyulishi mumkin, lekin juda ham ozchilik inson biladiki, mana meni o'tmishimni, qanaqa xatolar qilganman, qanaqa inson bo'lganman, qanaqangi holatlardan o'zimni chiqarishga majbur bo'lganman, yordam kutganman, o'tirganman, lekin inson yordamga kelmaganda to'g'ri holatlar bo'lgan. Bu narsalarni, ya'ni meni pastimni bilgan, meni kurashlarimni bilgan insonlar bilishadiki, bugungi kunga kelib o'sha sizni nazaringizda kuchli Barnopa, to'g'rimi, aqlli Barnopaga aylanishimni ortida qanaqa mashaqqat turganini va aytmoqchi bo'lgan narsam, o'sha aql o'rgatayotgan, donolik qilayotgan videolarim aslida bu sizlarga qanaqadir aqlliligimni ko'rsatish yoki ustunlikni ko'rsatib umuman unaqa niyatda qilinmagan. Bularni hammasi Barno, qachonlardir sen shunaqa inson bo'lgansan, unutmagin. Unutma, bu aslida o'zimga o'zim aytayotgan eslatmalarim hisoblanadi. Videolarimni, solo podkastlarimni 99% mana buni boshqa podkastlarda ham hech qayerda aytmaganman, 99% bu meni o'zimga o'zim kamerada gapirayotgan gaplarim. Ajab emas, yillar o'tgandan keyin, 10 yil o'tgandan keyin, 20 yil o'tgandan keyin bu videolarni ko'rib, Barno, esingdanmi, mana shunaqa inson eding, sen o'zgara olding, men sen bilan faxrlanaman degan gaplarni aytsam ajab emas. Ya'ni shu ma'noda qilingan. Hech kimga qanaqadir aql o'rgatish unaqa maqsadda hech qachon ko'zlamaganman. Birinchi qilgan va hayotimni ijobiy tomonga o'zgartirgan narsa, o'sha aytganimdek, jabrdiyda ham bo'lganman, hamma narsadan shikoyat qiladigan, noliydigan inson bo'lganman. Lekin azizlarim, hayotim hech qanaqa yaxshi tomonga o'zgarmagan. Nolib inson hayotida hech qanaqa muammoni yechmagan. Pessimistik o'ylarni o'ylab, salbiy fikrlarni o'ylab, salbiy oqibatlarni o'ylab hech qaysi bir inson hayotini yengillashtirmagan. Ba'zida o'ylab qolardim, inson o'zini kallasi bilan muammolarini yana ham katta muammoga aylantirib qo'yishi ajab emas. Va bizni miyamizda bu narsa haqida ham va'da berganman, gaplashamizda RAS degan bizni shunaqa chiroyli bir go'zal sistema bilan yaratgan. Reticular Activating System. Buni o'zbekcha tarjimasi yo'q. Reticular Activating System. Bu bizni diqqat va fokus sistemamiz. Ya'ni biz shunaqangi yaralganmizki, nima narsaga diqqatimizni qaratadigan bo'lsak, o'sha narsa kattalashaveradi va o'sha narsani biz payqashni, bu filtr sistemasi. Buni neyrobiologiyada ikkinchi nomi filtr sistemasi hisoblanadi. Va sizga o'sha mashhur sindrom bor, holat bor. Bir inson masalan aytaylik, chuqur terminlarsiz obxoditsiya qilamiz. O'ziga qizil mashinani xarid qilishi, qizil Ford mashinasini xarid qilishi o'ziga niyat qilib yurdi. Va o'sha niyatiga yetdi va mashinani xarid qildi. Va mo'jiza, atrofda go'yoki hamma o'sha mashinani xarid qilgandek. Bugun 3 ta qizil Ford mashinasini ko'rdim. Bugun 5 ta ko'rdim. Toba, hamma o'tirib o'ylab aynan qizil juda ham kam sotib olinadigan mashinaning rangi hisoblanadi-yu. Nima uchun? Hamma shu mashinani va ayni shu rusumni, modelni va ayni shu rangdagi mashinani xarid qilishga niyat qilishibdi, qaror qilishibdi deb inson ajablanadi. Aslida bu narsalar ilgari ham bo'lgan, lekin bizni miyamizdagi filtr sistemasi, Reticular Activating System bu narsaga e'tiborini qaratmagan va hozir bu narsa bizga aktualni bo'lgani uchun, bizni hayotimizga tegishli bo'lgani uchun go'yoki atrofda, polada, maydonda bu narsa ko'payib qolgandek biz his qilishni boshlaymiz. Bilasizmi, yana bitta narsa, 2026-yilda
bir necha tamoyil, bir necha shiorlarga amal qilishni o'zimga niyat qildim. O'sha niyatlardan, tamoyillardan biri bu. Inson o'zini o'zi birorta bir narsaga ishontirishga judayam moyil mavjudot, creature hisoblanadi. Va ko'pincha buni yana ruschada nakruchivать deydi. O'zimizni o'zimiz o'sha narsaga fikrlashga, mana bu o'ylayverib, o'sha narsaga убедить qilib qo'yamiz, o'sha narsaga ishontirib qo'yamiz. Va ko'p holatda tan olaylik, o'zimizni yomon narsalarga ishontirib qo'yamiz. O'xshamaydi, Barnob, mana hozir YouTube podkast qilasan, hamma ustingdan kuladi. Bu qanaqasi oddiygina telefonda o'tiribsan, oshxonada kim ko'radi, bu kimga qiziq deb o'zimni mana shunaqa yomon, negativ, salbiy fikrlar bilan nakruchivать qiladigan bo'lsam, ertagisida men pozitiv kommentariyalar yozsanglar ham, kommentariyalarning ichidan 20 ta odamdan bitta odam yomon narsa yozgan bo'lsa, o'sha narsani o'ylab, bu narsa yana ko'ryapsizlar, reticular activating system. Bu narsaga e'tiborimni mana shuncha yaxshi narsalar turibdi, lekin yomon narsaga qarab, u narsani kengaytirib yuboraman. Va men o'zimga aytdim, Barno, inson bolasi juda ham o'zini birorta bir narsaga убеждать qilishga usta. Накручивать qilishga usta. Agar biz yomon narsalarga, bu qaysidir reelsdami, qaysidir bir kontentda bu narsani ko'rib qolgandim va menga bu fikr juda ham yoqqan. Agar biz o'zimizni yomonliklarga ishontira olsak, nima uchun xuddi shunaqa muvaffaqiyat darajasida o'zimizni yaxshiliklarga, ezgu niyatlarga, ijobiy fikrlarga ishontirmaymiz? Nima uchun men aytmayman? Mana men yo'lda yozganman. 2026-yilga menimcha qaramasdan o'qimasam ham har doim yozgan narsam YouTube sahifamda bu menimcha katta orzularimdan biri 100 mingta obunachiga ega bo'lish. Va bu narsani yozaman. Har safar video qilganimda shu narsani представлять qilaman, imagine qilaman. Bu narsa menga duh beradi. Bu narsa menga motivatsiya beradi, ijobiy, yaxshi feelinglarni beradi va natijada meni energiyam bu narsa, bu maqsad, bu niyat, bu orzu uchun ajralishi va oshishi boshlaydi. Agar men yomon narsaga ham o'zimni ishontira olsam, nima uchun men xuddi shunaqa muvaffaqiyat darajasida o'zimni yaxshi narsaga ishontirishni boshlamayman? Mana neyrobiologiyani o'rganmoqsan dedim. Tushunamiz, RAS, reticular activating system bor ekan, insonni filtr tizimi bor ekan va biz nima narsaga ahamiyat bersak, o'sha narsa kattalashaverar ekan va atrofda, maydonda shu narsani biz ko'proq ko'rishni boshlar ekanmiz. Agarda biz yaxshiliklarga ahamiyat berishni va o'zimizni pozitiv tomonga nakruchivать qilishni boshlasak, mana bugungi kuningiz zo'r o'tadi, barakali o'tadi. Sifatli o'tadi. Juda ham yaxshi insonlarni bugun ko'rasan, yaxshi insonlar bilan tanishasan. Biznesingda faqatgina yaxshi liderlar bilan tanishasan, ishlaring o'xshaydi. Men bu narsani ahmoqlik, jinnilik deb hisoblamayman. Agar bu narsani ahmoqlik, jinnilik deb hisoblasak, unda o'zimiz yomon narsalarga ishontirishimizni ham shunaqa ahmoqlik, jinnilik deb hisoblashimiz kerak bo'ladi, to'g'rimi? Chunki yomon narsalarga ham o'zimizni xuddi shunaqa ishontiramiz-ku. Xo'p, endi bu mavzular mana o'zi podkastga o'tiraman, qanaqadir bir kichkina plancha qilib olamanda, xayolimda o'tirganimdan keyin xuddiki tilim menga mo'ysinmasdan sizlarga aytmoqchi bo'lgan fikrlarim quyilib oqib kelishi boshlaydi. Xullas, birinchi meni hayotimni juda ham katta o'zgartirgan yaxshi odatlardan biri uyg'onishim bilan qo'limga telefonni olmaslik. Telefonni olib, social mediaga kirib, u yoqda kim nima qilyapti, nima post qildi, u narsaga qaramayman. Turaman, yunaman, ishlarimni qilib bo'lganimdan keyin o'zimga iliq suvga bir choy qoshiq chiyani nimalari sidlarini tashlaymanda, o'shani damlab olib, o'tirib, yuvgunimcha u yaxshilab ishib turadi. O'tirib, daftarimni mana shu dnevnik samoprogrammirованиямni ochaman va uni 4 ta sahifasini to'ldiraman. Endi to'g'risini aytaman, har doim ham 4 ta bo'limini to'ldirishga ulgurmayman, lekin hammasini ham to'ldirib ulgurmasam ham ya'ni bugungi kundan nima kutyapman? Masalan, bu yilga 10 ta qanaqa o'zimga orzu, maqsad, niyatlar qildim. Shunga o'xshagan joylarni to'ldirib qo'yaman. Ikkinchi, men o'zimni hayotimda kiritishni boshlagan va bu juda ham pozitiv o'zgarishlarga olib kelgan narsa.
bu gym game'imda bilishadiki, mani anchadan beri kuzatadiganlar bilishadiki, men juda ham zalni yaxshi ko'raman. Va zalda kreatin monogidratni ishlatishni boshlaganim. Azizlarim, qarang, bu hech qanaqa kreatinni reklamasi emas. Menga hech qanaqa kompaniya bu narsa uchun pul to'lamagan. Bu product placement emas. Men doktor ham emasman, nutritsiolog ham emasman. Men o'zim shaxsiy trenerim bor, shaxsiy nutritsiologim bor va doktor ham bor. Bu narsalarni har doim mana aspirin, oddiy aspirinni oladigan bo'lsak, aspirin ham qoni juda ham suyuq bo'lgan inson uchun zararli bo'lishi mumkin. Ya'ni bu narsani iltimos ongli ravishda eshitgan hamma internetdagi life hacklarni try qilish kerak ekan deb emasda, ayniqsa bu dorilarga, supplementlarga keladigan bo'lsa, o'ylab, o'zingiz uchun research qilib, chunki aytganimdek, tam 100 ta emas, 101-insonni qoni juda ham suyuq bo'lishi mumkin. Bu kamroq bo'lishi mumkin, lekin buni ham ehtimoli bor va qoni juda ham suyuq bo'lgan inson internetda, например, aspirin ichish kerak ekan degan life hack eshitib qoladigan bo'lsa va uni ichishni boshlasa, bu narsa sog'lig'iga yomon ta'sir qilishi mumkin. Endi back to my story. Agar oranglarda zalga boradigan yoki trenirovkalar bilan shug'ullanadigan insonlar bo'ladigan bo'lsa, unda kreatin haqida ozgina research qilib ko'ring. Mana men bu qo'limdagi bu iPhone'ni zaryadkasi hisoblanadi. Bu fast charge. Bu 20 daqiqada, 25 daqiqada, ayni esimda yo'q necha daqiqada, lekin ancha tez, bir 3-4 baravar tez sizni telefoningizni quvvatlaydi. Kreatin monogidrat ham xuddi shu fast charge, tez zaryadka oladigan anaqaga o'xshaydi, uskunaga o'xshaydi. ATP ni tezda energiya bilan to'ldirib beradi. Ya'ni tasavvur qiling, bizda ikkita nima bor, ATP bor va bu narsaga konvert qiladigan energiyani tokka aytaylik, metaforalar ishlata qolaylik, qiyin ilmiy so'zlardan foydalanmaymiz. Bu narsani tez konvertirovat qiladi va bizda energiya tugadimi, sraz ishlab chiqariladi. Tugadimi, sraz ishlab chiqariladi. Endi yaqindan ilgari har doim mushaklarga bo'lgan foydasini izlashar edi, lekin bizni butun badanimiz hujayralardan tashkil topgan, butun badanimizdagi hujayralarda ATP bor, mitoxondriyalar bor va shu sababli hozir yaqindan kreatin monogidratni miyamizga bo'lgan foydali tomonlari ham kashf qilinyapti, o'rganilyapti. Agar siz yuguradigan bo'lsangiz yoki silovoy mashqlar bilan, ya'ni yuk ko'taradigan mashqlar bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, o'zingiz uchun treneringiz bilan maslahatlashib, mana shu narsani rutinangizga qo'shishni boshlang. Kreatin monogidratni qo'shishni boshlang. Sizda chidamlilik ancha oshadi, chunki energiya tezroq ishlab chiqarilishi boshlaydi. Men o'zimda sezgan narsalardan faqatgina zalda tiniq, chidamli va disciplined, intizomli bo'lishdan tashqari, men birorta bir narsani o'rganishga o'tirdimmi, diqqatim ham ko'proqga yetadigan bo'ldi. Ya'ni aynan aqliy salohiyatimda ham o'zgarishlarni kuzatganim va yaqinda yana chiqqan ilmiy tadqiqotlarning natijasi shuni ko'rsatadiki, miyangiz uchun qilishingiz kerak mumkin bo'lgan eng zo'r narsalardan biri bu eng katta mishsani, eng katta muskulni mushak. O'zbekchada mushak. Oyog'ingizda kvadritsips degan eng katta mushak bor. 4 ta mushakdan iborat. Oyog'ingizda eng katta qismi, mana soningiz bo'ladi-ku, o'sha joyda bo'ladi. O'shani kachat qilish hisoblanar ekan. Endi o'ylashingiz mumkin, qanaqa qilib miyaga? Bizda ko'pincha aytamiz-ku, voy kachoklar to'poy bo'ladi. Yo'q. Bu miflardan biri hisoblanadi. Eng katta mishsalarni, ayniqsa natural yo'lda shug'ullanadigan insonlar, bu hech qanaqa farmatsevtika emas. Kstati, nima kreatin monogidrat bu bizni organizmimiz ishlab chiqaradi, lekin bunchalik tez konvertatsiya qilmaydi. Xuddi mana zaryadkani tez to'ldirib bergani kabi, kreatin monogidrat shunaqa tezroq to'ldirib berishga xizmat qiladi. Ya'ni siz o'ylashingiz mumkin, qanaqa qilib mishsa, muskulni o'stirish bizning aqliy salohiyatimizni oshirishi mumkin. Chunki biz bilamizki, aqlimizni, zakovatimizni oshirishga, intellektimizni sal ko'paytirishga yordam beradigan natrop nimalar bor, dorilar bor. Masalan, piratstam eng mashhuri, to'g'rimi? Ularning ishlash mexanizmi kislorodni tashish bilan juda ham bog'liq. Ya'ni miyamizga ham kislorod kerak. Shuning uchun ham fizkultura, jismoniy mashqlar bizni aqlli qiladigan, nima deydi,
directly emas, indirectly bizga ta'sir qiladigan metodlardan biri hisoblanadi. Ya'ni aqlli bo'lmoqchimisiz, unda jismoniy mashqlar bilan shug'ullaning. Chunki nima, любой narsa yuragimizga yaxshi bo'lgan любой narsa bizni miyamizga ham judayam yaxshi. Chunki u o'sha kislorodni tashish, anaqa oxidative stress degan stress turi bor, o'shani kamaytirishga bu narsa ta'sir qiladi va toksinlarni chiqarishga ta'sir qiladi. Shuning uchun ham shuni natijasida miyamiz yaxshi ishlaydi. Uchinchi yozgan narsam telefonimdan sotsial medialarni o'chirib tashlaganim. Bu videoni menimcha 3-popitkadan olaman, chunki bittada 20 daqiqadan olib ortiq olib hamma fikrlarimni aytib olishga harakat qilganim uchun to'g'risini aytaman, esimda yo'q. Undan oldingilarida aytdimmi yoki aytmadimmi? Xullas, agar bu videoni boshida aytgan bo'lsam kechirasiz, chunki bu 3-popitkadagi video, oldingilari 10 minut, 12 minut tugab qolgan. Xullas, menda ikkita telefon bor. Oddiy hayotimda baribir men qisman bloger bo'lganim uchun, lekin qalbimda ustozman, qisman bloger bo'lganim uchun meni ishim judayam social media bilan paradoxically bog'liq va qanaqadir post qo'yish kerak, qanaqadir integratsiya bo'lishi mumkin, kollaboratsiya bo'lishi mumkin. Agar shunaqa kunlarim bo'lmaydigan bo'lsa, men mana shu telefonimni tutaman va bu yoqda hech qanaqa sotsial medialar yo'q va bilasizmi nimani sezishni boshladim? Shu narsani, shu odatni, bu odatni kiritganimga nisbatan ko'p bo'lgani yo'q, lekin men sezgan narsa bu ham qanaqadir, bilasizmi, tinch bo'lib qoldi. Qanaqadir shoshish, FOMO yo'q, qani kirish kerak, istoriyani nechta odam ko'rdi, nima bo'ldi degan qanaqadir bir tashvish deysizmi, xavotir deysizmi, mana shu yuk yo'q va bu narsa menga judayam yengillik berdi va menga bu juda yoqyapti. Qani edi bu narsani oldinroq tushunganimda, imkoniyatim bo'lganda bir yaxshiroq nimada kamerada video qilish, lekin har kunlik hayotimda oddiy telefondan foydalanish va u yerda hech qanaqa ijtimoiy tarmoqlar bo'lmasa. Meni telefon raqamimni biladigan azizlarim, oila a'zolarim shunchaki telefon qilishligi mumkin, lekin kimda nima bo'pti, kim nima mashina sotib olibdi, kim uyini remont qilibdi, men u narsani ko'rmasam ham hech qayom kamayib qolmaydi va xafa bo'lmayman va baxtli hayotda yashashni davom etaman. Bu narsalar biza mana DMN sistemasi haqida, network haqida gapirganimda aytganman. Biz o'ylashimiz mumkin, non sleep deep rest aytgancha oldingi videoda bu iborani ishlatmaganim. Non sleep deep rest bu biz bilim qabul qilganimizdan keyin bilimimiz konsolidatsiya bo'lishi uchun biz tashqi stimullarga duchor bo'lmasligimiz kerak. Bu narsa meni bilim olishimda va o'rgangan narsalarimni uzoqroq vaqtga eslab qolishimga juda ham pozitiv ta'sir qildi. Agarda siz hozir birorta bir ilm olayotgan bo'lsangiz, to'g'rimi, universitetda o'qiyapsiz, bilim yaxshiroq o'zlashishni xohlasangiz, rostdan ham ijtimoiy tarmoqlarni YouTubedan tashqari va uzun shortslarni aytayotganim yo'q, uzun rostdan ham foydali bo'ladigan videolardan tashqari kontentlarni iste'mol qilmasligingizni maslahat bergan bo'lardim. Bu narsani o'zimda sinadim, o'zimda sinagan narsalarim bilan bo'lishib sizlar bilan nima qilaman, share qilaman. Keyingi yozgan narsam уже qisman hamma narsasini uchini sekin mana oynachalar qilib ochib ketgan ekanman. Bir-biriga reference qilamiz. Xullas, ko'pincha mana shu bo'lishadigan narsalarim YouTube sahifalarida tashqaridan ko'rgan inson mahmadonali, o'zicha donolik qilib, hayotni tushunib qo'ygan insondek aql o'rgatyapti bu qiz deb anaqasiga jig'iga tegishi mumkin, lekin juda ham ozchilik inson biladiki, bu narsalar menda o'zim uchun reminderlar, eslatmalar. Ya'ni barno shu xatolarni ilgari qilgansan va harakat qilmagin degan ma'noda. Va xuddi shunaqa mexanizmlardan biri bu jurnal tutish, journal writing. Bu yoqda men sizga hozir 4 taga bo'lib optimallashtirgan usulimni aytdim, lekin journal writing men bu narsani typing qilib ham ko'rganman, Notion'da ham yozib ko'rganman, lekin ishoning eng zo'r usuli baribir ham qo'lingizda bu narsani daftarda yoki qog'ozda yozish hisoblanadi. Chunki bar miyamiz bilan ba'zida connection hosil bo'ladi. Qarang, baribir biz juda ham stressga, mana yoshimiz o'tgani sari
baribir holingizmi yo'qmi, hayotda har xil sinovlar bo'ladi. Hayotda har xil vaziyatlar bo'ladi. Biz bir kun xursand yuramiz, bir kun xafa yuramiz. Birini kerakli joyda ba'zida aytmoqchi bo'lgan fikrlarimizni aytolmaymiz. Jahlimizni ichimizga yutamiz, alamimizni ichimizga yutamiz, uyalamiz, or qilamiz, birovni qo'ynidan ortmay deymiz, lekin o'sha narsalar ichimizda qolib ketadi, to'g'rimi? Va judayam muhim bu narsani tashlab qo'ymaslik. Hozirgi kunda psixoterapiyada ham CBT, Cognitive Behavior Therapy eng ko'p isbotlangan nauchniy bazaga ega bo'lgan terapiyani, psixologiyani nimasi hisoblanadi. Areasi hisoblanadi. CBT, Cognitive Behavior Therapy. Ya'ni biz harakatlar orqali o'zgarishimiz va u yerda ham eng mashhur va effektiv bo'lgan usullardan biri bu inson o'zi bilan o'zi journal writing qilib fikrlarini, alam bo'ladimi, abida bo'ladimi, qanaqadir jahl bo'ladimi, bu narsalarni yozishi. Ya'ni kuni qanaqa o'tdi, nima bo'ldi, nima yaxshi narsalar bo'ldi. Agar birorta bir narsa diliga ozor bergan bo'lsa, mayli deb bir kun yutamiz, mayli deb 2 kun yutamiz, 3 kun yutamiz, lekin biz o'ylaymizki, men shunaqa shukr qiladigan yaxshi insonman, hamma narsani unutib yuboryapman deb. Lekin bu narsa ham isbotlangan, bu hamma chiqarilmagan ichimizdagi negativ, salbiy jahlimiz chiqdimi, demak bizani qanaqadir shaxsiy chegaramizni buzadigan, biz ichkaridan norozilikka ega bo'lgan holatimiz bo'lganki, bizni jahlimiz chiqqan. Mana emotsiyalarni ham xuddi mana slovar bo'ladi-ku, dictionary bo'ladi-ku, masalan anxiety so'zining tarjimasi manba. Manba so'zi tarjimasi manba. Xuddi shunaqa emotsiyalarni ham o'zining tarjimasi, o'zining tili bo'ladi. Va anger, jahl, insonning jahli shu etolmagandan qilish kerak bo'lgan va uni lichniy granitsasini, mana u bilan bunaqa qilish mumkin emas. Masalan, o'rtog'im yoki birorta bir mitingga uni har bitta kuni, o'sha kuni har bir soati yozilgandi. Juda ham tig'iz edi vaqti, lekin o'rtog'i yarim soat mitingga kech qolib keldi. Bunday qarasa oddiy kunda yarim soat oddiy narsa bo'lishi mumkin, lekin ayni o'sha kuni, ayni shu inson uchun o'sha payt judayam noqulay bo'ldi. Endi natijada u keyingi ishlariga kech qoladi, shtraf to'laydi va har xil boshqa salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Agar inson shu narsani uni trigger qilyapti-ku, insonga alam qilyapti-ku shu narsa, jahli chiqyapti-ku, demak uni personal boundaries'i buzildi. Va bu narsani etmasa, urishish emas. Psixoterapiyada yaxshi psixoterapevt sizga, yaxshi coach sizga to'g'ri konflikt qilishni ham o'rgatadi. Ya'ni konflikt qilishni ham to'g'ri bilish kerak. Masalan, unaqa qildi endi baqirib ketish kerak emas. Bu umuman alohida mavzu, lekin aytmoqchi bo'lgan messajim nimadan iborat? Mana shu narsani har doim ichimizda collect qilishimiz, kopij qilishimiz, yig'ib borishimiz bu bizni mental healthimiz tugur, jismoniy healthimizga ham, sog'lig'imizga ham ta'sir qilar ekan. Va eng yaxshi usullardan biri bu narsalarni yozib yurish. Shuning uchun ham eshitasiz-ku, adasiga xat yozadi, oysiga xat yozadi yoki xat yozish kerak degan narsa. Ko'pchilik inson shu xat yozishi mohiyatini tushunmaydi-da. Bu prosta mana anaqammi, abidammi, xafa bo'lganimni chiqarish uchun xat yozdim, shu terapevt menga xat yozgin deb aytdi, yozdim, lekin hech qanaqa yordam bergani yo'q, bir tiyinga qimmat ekan deydi. Mohiyatini tushunmaydi. Mohiyatda bu narsa ichingizda qolib ketishi kerak emas. Bu narsani chiqarish kerak. Chiqarish kerak degani u odamni borib yuzga urib kelish kerak degani emas. So'kib urishish kerak degani emas. Konfliktovat qilishni ham inson o'rganishi kerak. Fikrini bildirishi ham inson, endi biz intellektual mavjudotlarimiz, to'g'rimi? Ongli mavjudotlarimiz, bularni ham o'rganish kerak. Lekin mana shu journal writing qilib, bu narsani yig'ib yurmaysizda, yozib qo'yasiz. Mana bugun shunaqa qo'ynimni xijil qilgan voqea bo'ldi, sal xafa bo'ldim bu narsaga. Hatto yozganda qaysidir foizi bu narsani chiqarar ekan. Bu xuddi biz bu narsani ham qaniydi yaxshiroq, oldinroq tushunganimda-da. Mental health deymiz,
shaxsiy rivojlanish deymiz. Biz ko'p holatlarda 10 kunlik marafonlarga yozilamiz. 10 kun bu narsani qilamiz, 10 kun ichida o'zimizni juda ham yaxshi his qilamiz. Da, mana impossible narsani o'zi yo'q ekan, I'm unstoppable deb hamma narsa bizga возможный deb tuyuladi, motivatsiyamiz oshadi, lekin 10 kunlik marafon tugagandan keyin yana eski holatga kelib qolamiz. Ya'ni men bunaqa deb o'ylashim g'alati-ku. Bir kun tishimni yuvaman, lekin bir hafta tishimni yumayman. Keyin yana esimga tushib qoladi, qarasam tishim qorayganda tishimni yana yuvishni boshladim. Miyamiz, bizni mental healthimiz ham xuddi shu narsaga o'xshaydi. Ya'ni biz doimo maqsadlarimiz, orzu, niyatlarimiz uchun bizda kerakli ijobiy energiya bo'lishi, hayotda so'lib qolmasligimiz, hayotga bo'lgan muhabbatimiz kamaymasligi uchun bu ham ish hisoblanadi. Buni ham bir marta qilib unutib bo'ldi, mana foydasi bo'lmadi, kurs bir tillik. Masalan, kursda o'qishingiz mumkin bu narsani, marafonda o'rganishingiz mumkin yoki qanaqadir internetda narsa topib o'zingiz chiqib ko'rdingizda 2-3 kun qildingiz, siz tushunishingiz kerak bo'lgan narsa. Mana bu yana o'zimga bo'lgan gap. 25 yil, 28 yil shunaqa sistemada informatsion nakopleniyani olib, shunaqa fikrlash tarzida, hayot tarzida yashab turibmiz-da, keyin 10 kun qilganimizdan keyin bu narsa hayotimizni tap-tub o'zgartirib yuboradigandek. Xuddiki men bir marta tishimni yuvdimda, endi xuddi tishim oppoq bo'lib qolish kerak edi, reklamadagi oppoq bo'lib qolish kerak edi, o'zimni tutishni boshlaganimdagi gap. Lekin bu har doimgi ish. Mana buni bekorga ham mental gigiyena demaydi. Ya'ni biz badanimizni yuvamiz, suvlab yuvamiz, toza tutamiz, ozoda tutamiz, gigiyenaga anaqa qilamiz, rioya qilamiz. Lekin biz aqlimizga, fikrlarimizga, o'sha orzularimizga kelganda biz shu gigiyenani go'yoki nazarimda unutib qo'yamiz. Bu ham har kunlik ish. Bu xuddi zalga bir oy borib, men oldin shunaqa deb o'ylardim. Nimagadir zalga boriladi-da, chiroyli presslar, anaqalarni nakachat qilib olishadi-da, muskullarni nakachat qilib olishadi-da, bo'ldi. Keyin prosta sal dieta qilib yursa, endi dietaga rioya qilib yursa, mana shu badani, mana shu fizik butun umrga qoladi deb o'ylardim. Zalga borib chiroyli qilib olaman deb bo'ldi deb. Hech qanaqa unaqa emas. Borasiz, men masalan 3 yil tinimsiz zalga haftada 3 marta bordingiz, lekin bilasizmi nima bo'ladi? 1 oy Xudo ko'rsatmasin kasal bo'lib qoldingiz yoki отпускda bo'ldingiz, bir nima bo'ldi. Borolmadingiz, nеблагодарный dedi-ku, o'shanaqa zanatiyalardan, aktivitelardan birida. 1 oy borolmadingiz-da, keyin hammasi почти o'sha muskullardan ham anaqa qolmaydi, o'sha orqaga ketishni boshlaydi. Ya'ni aytmoqchimanki, bu ham ish. Bu ham xuddi tishimizni har kuni yuvganimiz kabi, o'zimizni badanimizga, gigiyenaga rioya qilganimiz kabi, aqlimiz, badanimiz, bu hammasi bitta, bu bitta sistema hisoblanadi. Bekorga aytmaydi-yu, sog'lom tanda sog'lom aql bo'ladi. Men videoni boshida aytdim, o'sha rostdan ham fizikal narsalar bilan shug'ullanadigan insonda qon aylanishi yaxshi bo'ladi. Qon aylanishi yaxshimi? Demak, miyasi yaxshiroq ishlaydi. Fizikal narsalarni qildimmi, demak unda dopamin katta bo'ladi, unda endorfinlar chiqadi. Endorfin bo'lgandan keyin inson o'sha, mana menga yoqadigan narsa zaldan chiqqandan keyin tirjayib yuraman, tirjaymakanlar bo'lib qolaman. Hammaga kulib, xursand bo'lib, boshida tushunmasdim. Keyin mana neyromediatorlar qanaqa ishlaydi, gormonlar qanaqa ishlaydi, o'zi baxtga responsible bo'lgan gormonlar, ular bir necha bo'ladi. Serotonin, oksitotsin, endorfin, dopamin, mana shu 4 eng muhim gormonlar aslida responsible hisoblanadi. Lekin ularning 4tasida ham o'zini o'rni bor. 4tasi ham bizga kerak. Tushunyapsiz? Mana va eng oxirgi aytmoqchi bo'lgan narsa bu plan qilish. Endi bu narsa yana o'zimdan kelib chiqqan holda aytaman. Agar siz ham juda ham ответственный, mas'uliyatli, har doim kimgadir bir nima, masalan, men bir nima yozdimmi, men xuddiki qasam ichdimda, menda mana shunaqa ishlaydi. Shu narsani qilmasam o'zimni kechira olmayman. Yozib qo'ydimmi, shu narsani qilishim kerak degan miyamda qanaqadir bir ustanovka bor. Menga dushmanim intizomli bo'lish uchun anaqa kerak emas-da. To'g'ri, menda ham dangasalik inaqda bo'ladi, ba'zida bo'ladi. Lekin bitta zo'r narsani o'zimda sezib qoldim va bu narsani afsuski faqatgina bu yildan boshladim. Qaniydi men psixikamni yaxshiroq tushunganimda, oldinroq tushunganimda. Bilasizmi, ko'p narsalar
narsalarni siz o'zingizni psixotipingizni tushunganingizdan keyin qo'llashingiz ancha oson bo'lar ekan. Masalan, menga shaxsan 5 yillik plan, 10 yillik plan ishlamaydi. 10 yildan keyin nima qilaman, 5 yildan keyin nima qilaman, bu narsa meni xavotirga soladi va ularni o'ylaganim sari men o'sha tomonga ketyapman degan narsa uyg'onmaydi-da. Hali qancha narsani qilishim kerak bu degan xavotir uyg'onadi. Va o'zimda sezgan narsam, masalan, 1 yilga to'g'ri 3-4 ta plan yozar edim. Undan ko'p yozishingizni maslahat bermayman. 2 ta, 3 ta, lekin katta plan bo'lishi kerak. O'sha mayda-mayda qadamdagi bo'lish kerakligini ham siz juda ham yaxshi bilasiz. Endi men har oylik mana miyamni bir chetida o'tiraman-da, har dekabr oyi yozib olaman shu narsani. Nima qilmoqchiman? Bu yilga 4 ta eng katta maqsadlarim, niyatlarim yozib olaman. O'shani yozgandan keyin bo'ldi, o'sha bilaman-ku nima qilmoqchiman. 2 tami, 3 tami, 4 tami, 4 tadan oshirmaslikka harakat qilaman xullas. Lekin har oyi boshida o'tirib, men shu oyga bo'lgan planlarimni yozib olaman. Men shu narsani sezdim. Agar men bu narsani noyabrlarda taxminan sezib qoldim. 2025-yilda aytdim, bo'ldi. 2026-yilda mana shu sistema bo'yicha men maqsadlarimni tuzaman dedim. Va men bu aytganimdek, даже 1 yillik pромежуток ham, muddat ham meni miyamga trevojniy insonni miyasiga bu katta muhlatdek tuyuladi-da. Aslida 1 yil ham ko'z ochib yumgunizcha o'tib ketadi. Lekin trevojniy tip lичности bo'ladigan bo'lsangiz, bu narsa kattadek tuyuladi-da. Shuning uchun men miyamni sekin-sekin trenirovka qilishni boshladim. Demak, men 1 oyga mana xo'p, xudo xolisa o'sha tomonga qarab ketyapman, o'sha maqsadga qarab ketyapman, lekin o'sha maqsad tomon olib boradigan bu oy nima narsalarni qilib olishim kerak. O'tiraman, har oyni boshida audit qilib o'tgan oydan qolib ketgan ishlarimni bu oyga ko'chiraman-da, nimalar qilmoqchiman, yozib chiqaman. Shunaqa gaplar, umid qilamanki, bu noodatiy solo podkast sizga foydali bo'ldi. Yana bir marta podдержка uchun, kommentariy, iliq niyatlar, iliq so'zlar uchun kattakon rahmat. Keyingi podkastlarda ko'rishguncha.